Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugungi sizning e'tiboringizga uzatmoqchi bo'lgan obyektimiz o'zimizning 50 yillikda Erkoy akamizning xonadoni bo'ladi. Erkoy akam shunday bir chiroyli manzaraning o'rtasida bir o'g'illarini yuquribdi. Mana shu fenomenal qiyish uchun tashrif buyurdik. Bu yigitlarimiz bilan tinimsiz xizmatda, tinchlikda bu yigitlari hamisha sizning yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladi. Mana bu bitish jarayoni tom qismi o'ta toshni qilib ishlaydi. Mana yigitlarimiz mustahkam qilib. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Tinchlik tuviga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana yigitlarimiz pastda o'zlarini yuklab keyingi obyektga yo'l olacakmiz, xudo xolasa. Mana yerga mo'r chiqarish uchun bir chelak o'rnatib ketdik. Mo'rima kotyolma qursa shu yerga bir boshqa yoq bilan o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'laverasizlar. Fenomenalitimiz chiroyli tarzda bo'ldi deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Bu yoq o'zining ulli joyi, mana manzara chiroyli bo'lib turibdi. Tepadan qarasak yigitlar o'zlarini yuklab bo'lib qoldi, xudo xolasa. Qolganini keyingi obyektga qarab yo'l olamiz, nasib qilsa. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa xabarlashaverasizlar. Penoblok, shlakoblok, fenomenalit. Tinchlikda sizning xizmatda obuna bo'lamiz. Podpiska bosamiz, yigitlar, podpiska. Layklarni, kommentariyalarni ayamaymiz. Poddeshkada bo'lib turamiz, poddeshkada. Tinchlik tuviga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz, og'aylar. Mana shunday xizmatlar bo'lsa xabarlashaverasizlar. Hozircha xayr.